Jahongir O'rozov Bundesligaga yo'l olmoqda. Borussia Mönchengladbach o'zbek himoyachi transferini deyarli hal qildi. Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan O'zbekiston futbolidagi eng muhim transfer yangiliklaridan biri haqida gaplashamiz. $100 olishni xohlaysizmi? Jahon chempionatidagi bilimlaringizni oshirishuncha, unda hoziroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va promo-kodni kiritib, $100 ni qo'lga kiriting. So'nggi kunlarda O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O'rozov nomi Yevropa matbuotida tobora ko'proq tilga olinmoqda. Eng qiziq xabar esa shundaki, Germaniya Bundesligasining nufuzli klublaridan biri Borussia Mönchengladbach futbolchining o'yinlarini diqqat bilan kuzatib kelgan. Nega aynan Borussia Mönchengladbach? Bu klub Germaniyada yosh va iqtidorli futbolchilar topish hamda ularni yuqori darajaga olib chiqishi bilan mashhur. Klub skautlari ko'pincha katta nom chiqarmagan, ammo salohiyati yuqori futbolchilarni izlaydi. Agar tarqalayotgan xabarlar haqiqatga aylansa, demak O'rozov ham aynan shunday loyiha sifatida ko'rilmoqda. Bundesliga esa dunyodagi eng tezkor va eng jismoniy chempionatlardan biri hisoblanadi. Bu yerda himoyachilar har bir uchrashuvda dunyoning eng kuchli hujumchilariga qarshi o'ynaydi. Shunday ekan, bu transfer amalga oshsa, Jahongir O'rozov uchun juda katta sinov bo'ladi. Yana bir muhim ma'lumot bor. O'rozovning agenti avvalroq Rossiyaning Rubin klubidan taklif bo'lganini, ammo futbolchi va uning jamoasi bu variantni rad etganini ma'lum qilgan edi. Bunga sabab esa Yevropaning top 5 chempionatlaridan qiziqish mavjudligi ekanligi aytilgan. Bu esa futbolchining asosiy maqsadi kuchli Yevropa ligalarida o'ynash ekanini ko'rsatadi. Hozircha Borussia Mönchengladbach tomonidan rasmiy taklif tayyorlanmoqda va uning agentining aytishicha, deyarli 25% ish bitgan. Hozirda Borussia agentlari Toshkentga kelgan va muzokaralar boshlab yuborishgan. Ammo futbol olamida ko'plab transferlar avval skautlarning kuzatuvidan boshlanadi. Bu transfer amalga oshsa, O'zbekiston futboli uchun ham tarixiy voqea bo'ladi. Chunki Bundesligada o'ynash har qanday futbolchi uchun ulkan imkoniyat hisoblanadi. Bu nafaqat futbolchining tajribasini oshiradi, balki O'zbekiston futbolini xalqaro nufuziga ham ijobiy ta'sir qiladi. Albatta, transfer bozorida oxirgi qaror har doim klub, futbolchi va muzokaralarga bog'liq. Ammo bir narsa aniq, Jahongir O'rozov bugun Yevropa skautlari e'tiboridagi o'zbek futbolchilaridan biri. Bu esa uning mehnati va salohiyati e'tirof etilayotganidan dalolat beradi. Sizningcha Jahongir O'rozov Bundesligada muvaffaqiyat qozona oladimi? Borussia Mönchengladbach unga mos klubmi yoki faoliyatini boshqa chempionatda davom ettirgani ma'qulmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar sizga shunday tezkor va eksklyuziv futbol yangiliklari yoqayotgan bo'lsa, videoga albatta like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Oldinda transfer bozori yanada qiziydi va biz sizlarga eng ishonchli hamda eng tezkor yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.